Kecha video qo'ydim asal olish haqida. Hamma yozyapti, asal yo'q deb. Bu asal bir haftada kelgan asal emas. Bu 2 oy, 3 oyda to'plagan asal. Romkalar qutini ichida qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 romka ari bor. O'shandan 4 ta 5 tasi asal, qolganlari tuxum. Mana shunaqa ahvol. Bismillah. Mana. Asal. Kameram o'zi aylanib hammani yuziga olyapti. Dahshat bu kamera ham. Ko'z tegmasin. Mana egangman sani egang, ey. Egangman, menga qara. Sansi bo'lish yo'q deb tanimadim meni. Hey, manaman. Hey. Anaman. Ko'rdingmi? Mana menga qara. Qani, menga qarachi kamera. Ay, yasha. Ko'rdingizmi qanday umli kamera? Tak, endi asal olishni boshlaymiz, ha? Meni yo'qotding-ku. Mana, tez qimirladim. Kechi. Meni topdi. Yaxshi, ketdik ishlaymiz. Yo'q, bismillah. Abed payti bo'ldi. Voy, ana Hoji bobo. Inoyat Amakjon. O'g'ilcha. Begzod aka. Yanga. Oshga marhamat. Hech kimga suqirmasin. Mashalloh. Davay, olinglar, boshlangizlar. O'zimga bo'lay. Yo'q, bera. Akamiz kelganlar. Samarqand NTRK televiziyadan kelishdi. Bu yerda ikkita mashin bo'lib, ana mazza qilib hamma o'tiribdi. Siz savol berasizmi, men polni o'zim? Yo'q, o'zingiz faoliyatingiz mana bugun yana asal yig'yapsiz deb yemonlay ko'ring siz o'zi. Hozir berib qo'ydik. Menga qarab gapirasiz. Menga. Bo'ldimi? Yerga shapkani ko'taring. Ana shu. Qo'yora. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Men Amin Boboyev bo'laman. Asalarichilik bilan deyarli 15 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Bu kasb bilan shug'ullanishimga sababchi otam bo'ldilar. So'nggi yillarda 200 ta oila asalari bilan faoliyat olib boryapmiz. Har yili mana o'tgan yili 5 tonna asal oldik. Bu taxminan 500 million so'm degan teng bo'ladi va o'shandan xarajotiga deyarli 100 million so'm deb aytsak agar sof foyda 400 million so'm qolyapti. O'zidan o'zi arilarni ko'paytiramiz. Har bahorda arilarni ham sotamiz, ona arisini sotamiz. Yana asaldan tashqari gulchangini sotamiz, ona ari sutini sotamiz. Yana propolis sotiladi. Mana shunaqa juda ko'p narsalar bilan daromad olsa bo'ladi. Serqirrali, daromadli kasb hisoblanadi. Bizlar asosan shu ertalabdan kechgacha ishimiz faqat shu. Yana nimalar? Kishi faoliyat yuritasiz. Bizlar asosan men va otam. Albatta uydagilar ham yordam berib turadi. Masalan, uyda do'kon ochganman. Uyda ayam savdoda yordam berib turadi. Xotinim masalan oila asal nima deydi, romkalarni yasashga yordam beradi. Eritishga oilaviy, ha. Endi asosan ertalabdan kechgacha faqat men bilan otam. Qolgan kichkina ishlarga oilaviy yordamdan. Mavsumga qarab joyini o'zgartirasizlar-ku? Albatta, mavsumga qarab joy almashtiramiz. So'nggi yillarda faqat ikkita joyga ko'chyapmiz. Oldin ko'p joyga ko'chardik, lekin hozir ular katta pritseplarda bu har yerlarga ko'chirib bo'lmaydi. Ba'zi bir yovvoyi hayvonlarga zarar yetkazish mumkin. O'sha
baribir arilar xavfli hisoblanadi. Shuning uchun bizlar ikkita joyni tanlaganmiz. Bittasi mana shu yer, bu Al-Buxoriyga yaqin bo'lgan joy. Bu yerda kuzda hamma sharoitlar yaxshi va qish kechirasizlar, bahorda juda ham xilma-xil gullar, xilma-xil daraxtlar bor. Bu yerda boychechakdan boshlanib, keyin mana hozirda rapslar gullashini tugatyapti. Keyin katta daraxtlar bor. Mana olma deymiz, o'rik deymiz, gilos daraxtlarining gullari bor. Undan keyin bodomlar bor. Mana yaqinda bizda akatsiya gullab asal berishni tugatdi. Keyin Pavloniya daraxti bor. Mana shu. Necha xil asallarni o'qilasiz? Bizlar asosan har yilida shu bizlar yilida bir 5 marta, 6 marta asal olamiz. Har to'plaganimizda o'sha deylik 500 kilo yoki 700 kilo, 800 kilo olgan asalimizni o'sha bizga nima yaqin, nima gulladi, o'shani asali deb sotamiz. Masalan, o'tgan yili mana shu yerning o'zida bizlar 2 tonna jiyda asalidan oldik. Jiyda asalini juda xalqqa yoqdi, juda ham xuddi bir go'sht bilan asal yegandik. Mana shu asalni hamma sevib iste'mol qildi. Hozir ham ozgina qolgan. Ya'ni keyin paxtaga boramiz, keyin yantoqqa boramiz. Hozir Al-Buxoriyda mana lavanda gullagan. Agar ishonmasalaringiz, lavandaga borib qarasangiz, juda ham ko'p arilar o'sha lavandani ustida shunday yopishib olgan. Mana shunaqa xilma-xil asallar olamiz. Mashaqqat qanday o'zi? Osonmi yo o'ziga yarashammi? Agar har xil arichilar bor, baribir endi hayot har xil, odamlar har xil. Ba'zi bir arichilar faqat dam olishadi, nima deydi, hordiq olib, ertalab kechgacha gurung deydi. Keyin asal olish paytida qutilarni ochsa, ba'zi bir oilasi juda kuchayib qochib ketgan yoki ikkinchi holat juda kuchsiz bo'lib o'lib ketgan. Mana shunaqa xato bo'lmasligi uchun bizlar zo'r oilani urug'larini olamiz, qoqib olib kuchsizlarga beramiz. Kuchsizga yordam kiradi. Yordam kiradida hamda kuchlilarning asalini olib kuchsizga beramiz. Kuchsizlar uni yeydi, kuch kiradi, ishga chiqadi. Mana shunaqa qilib balans qilib oilalarni yaxshi olib boramiz. Shuning uchun bizda asal olish yaxshi. O'sha mehnatimizga yarasha asal ko'p olamiz. Agar bizlar ham gurung qilib o'tirsak, buni bir 70-80% qochib ketadi. Ism familiyangiz? Amin Boboyev. Asal arichi. Asal arichi Amin Boboyevmi. İnşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya. Marhamat. 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 Shu tutda tayyor mana. Bekzod. Marhamat. Marhamat. Oxirigacha chiqsa, keyin mashallah bo'ladi. Mana.
Marhamat. Amir shop yo'q. Marhamat. 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 O'g'izga olib, bizlar jangga qolib o'tirib Box mi boxda, ha? O'zakni machini kashf etmay, mana. Bekzod qani-ku? Amir Shobotet. Bekzod. Nima? Amir Shot, ты кашон? Я худож на тонсыз. Давай. Ne buraya? Marhamat. Bekzod ma. İyi. Mana qushli o'ylarni arilari mana shu yerda to'planib turibdi. Ichkarida joy yo'q. Tak, marumiga yetadi, ha? Marumiga yetadi. Yo, bismillah. Qani. Voy. Oppoq asal-ku. Asal keldi. Uygacha olib keldik, tushiryapman. Hey. Ana shu mashin bilan keldi asal uyga. Ana. Hozir uyga tushiryapman.